man bir yili sayohatga chiqib Surxondaryodan kelyapman, qaytib ziyorat qilib, Dehqonobod degan rayon bor, Qashqadaryoga o'tishingiz bilan. O'sha yerda peshin vaqti bo'lib qoldi. Keyin masjid so'radik, bir yigit mana shu qirda tepasidan, deb unga yurib chiqib ketasizlar. Tepada qirda cho'qqisida masjid bor. Chiqsak, masjid qavmi ikkita ekan. 2003 dagiga 20 yil bo'lyapti. 2 kishi imom bilan so'fi ekan. Boshqa qavm yo'q. Keyin toratlarni yangiladik, azon chaqirdi. Imom 102 ga kirgan otaxon ekan. To'razordalardan, payg'ambar avlodidan ekan. Buxoro madrasasida bir necha yil o'sha o'rislar bosib kelganda ham dars bergan ekanlar. Juda ulug' odam ekanlar. 80 ga kirib tarki dunyo qilgan ekanlar. 80 gacha hamma o'g'il qizlarni uy-joyli qilib, tindirib, tinchitib qo'yib, kampirlari o'lgandan keyin masjidda yashagan ekanlar. Biz borganda 102 da ekanlar. Juda kichkina, ozg'in bir 45 kilo ham chiqmaydilar. Ana shu kishi imom ekan. Keyin meni hurmat qilib o'ting dedilar. Men aytdim, yo'q, biz musofirmiz, o'zingiz o'ting deb o'tdilar. Namozni shunaqa o'qib berdilarki, hidoyada, muxtasarda qanaqa bo'lsa o'shanaqa qilib o'qidilar. Juda chiroyli o'qib berdilar. Mana shuncha nuqson yo'q. Chunki olim bo'lganda 40 yillar madrasada dars bergan Buxoroda. Keyin xayr xo'shlashdik. Chiqib ketsak, arqadan ergashdilar. Men aytdimki, imom domla, hoji buva dedim, qolaversinlar, urinib qolmasinlar desam, qulog'ingizni tuting dedilar. Bo'ylari ham pasttekin ekan, engashib qulog'imni tutsam, mehmonni kamida 10 qadam kuzatib qo'yishlik Rasulullohning sunnatlaridan dedilar. O'sha sunnatni qilyapman, qani yuraveringlar dedilar. Chiqdik. Endi mashinaga chiqib, xayrlashdik. Tushyapmiz, mana bunaqa bo'lib tushar ekan, perivalga o'xshab qirdan. Har burilganda qarasam, qirdi lavga kelib mana shunaqa qilib turibdilar, ta'zim qilib. Ko'ryapsizmi? Mana ta'limot, mana olimlik. To mashina g'oyib bo'lguncha kirib ketmadilar hujralarga, masjidga. Ana bu haqiqiy ibrat oladigan narsa. Mehmonni ana shunaqa qilib, bir xillar darvozani ochib chiqaradi, bo'pti, xayr deb taqdi yo'q qo'yadi. Bu odobsizlik ekan. Mehmon g'oyib bo'lguncha kuzatib turish sunnat ekan. Bu bitta misol. Yana o'sha yili shayximiz Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufning uylariga bordim ziyoratga. Mehmondorchilik tugab chiqdik, 5-10 ta bordik, xorilarni olib. Ikkita mashinada shayx chiqmay desak, yo chiqaman deb chiqib ko'chada turdilar, xayrlashdik. Mashinaga o'tirib, bir 200 metrdan keyin burilarimiz ekan. O'sha burilayotganda shunday orqaga qarasam, shayximiz ham mana shunday qilib turibdilar. Muhammad Sodiq Hazrat. Mana bu ilmga amalda. Ana shuni ham bir odob o'rganish kerak ekan. Mehmon xursand bo'lib ketar ekan. Biz ham xursand bo'ldik, shayximiz kirib kelsalar bo'lar, xayrlashingda eshitdi. Lekin hurmat qilib mana shu ishni qilyaptilar. Bu ham ibratli, hozir esimga kelib qoldi. Yoshlarga ta'lim bo'lsin.